suydik yo'li ravon emas, suydik qistaydigan do'stlar, ko'k kaplarning bachkisi bo'lib turibdi su qaynoq qilib, xalqimiz sog'lomligiga ko'ngil bo'lishda e'tiborsiz qaragan bir masala dal turib. Hozirgi zaman yosh qizlarimiz, cho'kallarimiz turibning sigini va deb odatda ko'ktat hozirga chiqqanda asalaqcha turib olmay uning o'rniga barangi yangi oladi. Amaliyotda turib bilan barangining ozuqlik qimmati va sog'lomlikqa berish jihatdagi alohidligini selishtirganda turib ko'ktatlarning podshosi hisoblanadi. Xuddi siz aytgandek turib bozorga kirsa tevib chiqasin degan hukm bor. Demak, turibning bir tevibning rolini o'ynay oladiganligini xalqimiz allaqachon tunib yetgan. Shunga mushu turibdan unumli foydalanishda biri mushu suydik yo'li ravon emas, suydik qistaydigan do'stlar ko'k kaplarning bachkisi bo'lib turibdi su qaynoq qilib, nuqsat iste'mol qilsa, mushu suydik qistash, mazi-bazi yollig'i, börak ojizlik, mushu börakni xam xilit, buzuq xilit egallab ketgan masalalarni turib bachki sho'rpisi nihoyat yaxshi hal qiladi.